Ortiqcha vazn operatsiyasidan so'ng qanday parhezga amal qilishim kerak? Demak, operatsiyadan keyingi davrda ortiqcha vazn bo'yicha operatsiya o'tkazganingizdan so'ng sizga Amerika gastroenterologlar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan ovqatlanish bo'yicha yo'riqnomani beramiz. Ushbu yo'riqnoma o'zbekcha, lotincha, o'zbekcha, kirillcha hamda rus tillarida bizda mavjud. Albatta, operatsiyadan keyingi davrda mazkur yo'riqnoma asosida ovqatlanganingiz maqsadga muvofiq. Bizda shunday holatlar bo'ldiki, bemorlar tezroq ozaman deb operatsiyadan keyingi davrda faqat qaynagan suvga o'tirganlari ham bo'ldi. Na vitamin iste'mol qilgan, na yo'riqnomaga amal qilgan. Oqibatda bitta bemorimiz qaytib ham keldi, 16 kun deganda 20 kilogacha ozgan. Unda albatta o'tkir oqsil yetishmovchiligi, malabsorpsiya sindromi bo'lib turib, bemor qiyin ahvolda kelib, uni keyin tomchi dorilar va boshqalar bilan o'ziga keltirdik. Shu holatga tushmaslik uchun ham albatta biz sizga mazkur yo'riqnoma asosida ovqatlanishni iltimos qilib qolamiz. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.